Assalomu alaykum. Ha, kuyov. Shunaqa zo'rib ketdingizmi? Aka yaxshimisiz? Yig'ishtir mulozamatingni. Arzimagan narsaga janjal qiladigan bo'lib quturib ketdingmi? Aka biroz o'zingiz bosib oling. Menga qara, ajrashaman desang qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? Siz uylangansiz, aka? Nima farqi bor? Sizni xotiningiz ishdan kelsangiz yaxshi kutib oladimi? Hurmat qiladimi? Ha, kutib oladi. Qiladi, nima edi? Singlingiz shuni qilmaydi. 2 yildan beri xotinim bo'lib turib, kiyimlarim faqat singlim yuberadi. Ota-onamni hurmat qilmaydi. Ovqat qilganini sira ko'rmaganman. Ana endi o'zingiz aytingchi, meni o'rnimda bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Ayol kishini o'zgartirish erkak kishini qo'lida emasmi mabodo? 20 yilda ota-onangiz o'zgartira olmagan qizni men 2 yilda qanday o'zgartiraman aka? O'zi bu gaplarni gapirmoqchi emasdim. O'zingiz erkak bo'lib, so'rab olgani kelgan ekansiz. Vaziyatni tushuntirib qo'ydim xolos. Ha, aytgancha, o'zingiz singlingizni o'zgartirishga harakat qilib ko'ring. Agar o'zgarsa, ana eshigim ochiq. Charchamang aka.